O'tgan hafta biz bu Tayvan Kuomintang partisi rahbari Zhang Liwen'ning ziyarati haqida biroz to'xtalgandik siz bilan. Xi Jinpingning bu rayonda bu ziyoratdan o'ynaydigan o'yinlar haqida, maqsadi haqida degandek. Bu qatim bu ziyoratda albatta butun jarayonni kuzatdingiz sizmi? Ziyoratning kishiylamamda bu bundan burun Tayvan atrofiga Xitoy shu harbiy paraxodlarni çünkü Zhang Liwen ziyoratida tinchlikni bu shu Xitoy yaxshi ko'rgan so'zlarni qilgandi butun ziyorat jarayonida. Lekin qaytib berib bo'g'icha bugungi xabarlarda 100 harbiy paraxodni Tayvan atrofiga yiqqanligidan iborat bir xabarlar miyada taqilishga boshladi. Normalda 50-60 an ko'p bo'lsa, shunda davom qildi ekan. Sizce bu nimaning ifodasi Xitoy bu yerda qanday bir maxfiy narsa deyishgan bo'lishi mumkin bu Zhang Liwen bilan? Yani Xitoyninki esas nişanı hozirgi bu Kuomintang partisi emas, yani Minjindang partisi ularninki nişanı. Çünkü ular hakimiyet beshida ve ularninki ovoz, yani jamiyatdan bergan ovozlar ko'p bo'lg'achqa. Ve ular mustaqil bu tarafdorlari. Kuomintangchilar bu mustaqil tarafdorlar emas. Yani bu Beijing hakimiyeti bilan sözleşip ondan keyin bir şekilde, yani qanday maqadim o tüzüm şeklinde Xitoy bilan birlashsak deb taklif qildi o Zhang Liwen. Shuningga Xitoyninki maqsadi hozirgi men degandek bo'lg'achqa Tayvanga ilib borgan besim davom qilyotdi. Misolga shu Zhang Liwen bilan Xi Jinping ko'rishayotgan vaqtidami Xitoy 10 necha urush aeroplanı Tayvan'daki bu hava sahasının etrafında aylandırdı. Yani matrepte körüşüyordu, sözleşiyordu. Atrepte harbiy tehditini kılışını devam kılıyordu. Demek ki Xitoy'nınki bayağı degandek nişanı başka, yani Minjindang'a karta ilip bağlan. Hem de bu bir narsani degan bo'ldi, ya'ni Kuomintangchilarning biz bilan kurashgan taqdirdami ular muhim o'rinda emas. Shuningga men ham ko'rishalayman, ham uralayman deb Tayvan xalqiga buni anglatmoqchi. Bu Xitoyninki bu qilgan siyosati qanchalik to'g'ri, buni biroz talash tartish bo'lishi mumkin, chunki Xitoy mı aldırıp saldırıp bir işini tüketmeydi bulup mu bunda işlerde. Bir misalını bereyim, 1958'de mi? Şu Tayvan'la korktuğumuzda Xitoy her gün şu Tayvan aralığı yakın yerlerge, deniz boylarına bomba attı. Her gün attı. Bir mezgilden ki herip kaldı, zerikti. Şununla 2 günde bir atayla dedi. Bunun için yanı itibakta ahırda atmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni Mao Zedong'ninki vaqtida bo'lgan bir ish. Ya'ni bunda bir ahvol bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqtida hozir Xitoy burungi Xitoy emas hamda. Hozir Xitoy bu ziyonni to'layalaydi. Har bir bomba patlasa nurg'un pul ketadi-ku. Hozirmi Xitoy shu paraxodlarni harakatga solish, aeroplanni uchirishmi har kun nurg'un pul qashildi. Buningga chidayalaydi. Fakat bu bisim siyaseti neyece ilip baralaydı deb o'ylash lazım. Misalga deyli, şu 1990'lı yılların ahiri ve 2000 yılının beshida şu Jiang Zemin'nin vaqtida Xitoy şu muhim yadro milliy manfaat deb atagan ba'zi rayonlar bor. Misalga Tayvan, misalga Sharq Turkiston, Tibet degandek. Şu vaqtlarda hammasi qattiq qo'lliq siyosatni ilib bordi. Misol Sharq Turkistonda inqilobdan keyin nayda qattiq qo'lliq siyosatni boshlayotdi. Ondan evvel onda emasdi. Misolga 1998'de Jiang Zemin'ning Yaponiya ziyarati vaqtida tuyuqsizlar Deng Xiaoping'ning degan siyosatini o'zgartib, ya'ni Deng Xiaoping'ning siyosati shu'di. Biz ikki davlatninki bu jidali hozirgi evlatlar hal qilamaydi buni. Keyingi evlatlarga tashlab qo'yaylik, ular bizdan texmi aqlli, ular hal qilalaydi. Shuningla Japonlar xo'shal bo'lib, minnatdor bo'lib,
Xitayga nurg'un yardım desteklanib berdi. Teknologiyada, hujjatdan Xitoyningki modernleşme, zamonaviylashmada shu birinchi qadamni Japoniyalar qilib berdi. Ama 98'de Jiang Zemin bağlandan keyin o'tmishni unutsang kelajak bo'lmaydi deb bisim siyosetini ishlatdi. 2000 yılda Tayvan'da saylam bo'ldi. Saylam evvelmi, şu öz vaqtidagi baş ministri Zhu mi, Jiang Zemin, başkan Jiang Zemin mi, başlık Jiang Zemin mi, Tayvan'a karşı şunda qattiq so'zlarni dedi. Fakat bunun neticesi ne oldu? Yani Şarkı Türkistan meselesi texmi Xitoyning beshiga dard bo'ldi. Japonya Xitoyning hozirgi Sharq Osiyoning eng chong raqibi va tehdidi bo'lib qoldi. Xitoy uchun da, değil mi? Tayvanni hozirgacha hal qilamiz. 2000 yil, hozir 26 yil bo'lib ketdi. Yani texmi Tayvanliklar texmi mustaqilchil partiyalarni qo'llaydigan bo'lib qolgan. Bo'lmasa, shu o'z vaqtida 2000 yillarda, 2000 yil avval şu hazırki Minjindan'ınki o cemiyetten berildiğin avaz aran %24-25'ti. Bu 2000 yıldaki o saylamdaki bisimden köpeğiyle Tayvan halk şu %25 avazlık partini kollab ulanı hakimiyet beşiğe ekip koydu. Şununla bu Xitay'ınki bu xil bisim siyaseti hakikaten bir netice ağılı bolamdı. Ben üyede biraz gumanım var. Şununla Tayvan'ın etrafında uruş perkutlarını yığış, havada uruş arplarını aylandırıp kılışı, bu yalnızla Tayvanlıklarını korkutuş ve hakimiyet gibi isim işletişemez. Ya da bu Tayvan halkı hakimiyetke boğan işçilikini acizlaştırır. Bir de kalmaydı bu. Okşaşla şu rayondaki devletler, Japonya deyimiz, Filipin deyimiz, hatta Vietnam degendek, Singapur degen devletler gibi bir korkutuş hareketimi bulundu. Şundakla Amerika gibi bir korkutuş hareketimi bulundu bu hareketler. Ve muşundak oyla bu işini ilip bir vatıdı. Şununla bu Kuomintang partinin ki reisi Zheng Liwen'nin meyli Xitayga bir Xi Jinping chet elliklarni qabul qildigan zalda bunu qabul qilgan taqdirda meyli onun seviyesini o'stirib ko'rashgan bo'lsa, meyli 13-14 sekundlik qo'l ilishgan bo'lsa, ama Xitoyningki Tayvan'a qartilgan o bisim siyaseti, korkutuş siyaseti yine devam qilyotidi. Bundan keyin kim bo'lsin Tayvan'ınki meyli qaysi amaldor Xitoyga bo'lsin, Xitoy yine şu Tayvan'a elib olgan bu harbiy tehditlarni devam qiladi deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat.